bitta komplekt trekerimizga, ikkita komplekt Cobalt'imizga omlashimizni unutmagan holda tekinga beraveramiz. Treker hamda Cobalt detallarimizga yangiliklar nomerlardan kelgan har doimdagi Nice'ga albatta Nickel brend orqali 1 yil garantili xo'sh trekerimizga salon seriya qismlarining barcha 20 ta detali xo'sh Black Panel'lar kelgan 1 yil garantili bo'ladi. Narx ham juda arzon, narx 350 ming so'm. Undan tashqari Cobalt avtomobillarimizga 4 ta eshik ruchkalari kelgan, ya'ni stiklopodobniy korpuslari kelgan, narxi 200 ming so'm. O'ziga xuddi shunaqa akfabrit yonadiganlari kelgan. Undan tashqari kosmoslari ham bor, narxi 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Undan tashqari qora Black Panel seriozdan bu narxi 400 ming so'm bo'ladi. 4 ta eshikniki bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar bo'yicha Farruh ham nomerlarini qoldiraman. Albatta bularning orasidan bitta komplekt trekerimizga, ikkita komplekt Cobalt'imizga omlashimizni unutmagan holda tekinga beraveramiz. Istoriya qo'yib ketsangiz ham xursand bo'lamiz. Eslatib o'tkaman, sharti 10 ta videoga like bosib hamda ushbu videoni kommentariyangizga 5 o'rtog'iz belgilab qo'yasiz. Uchta g'oliblarimizni xudo xolasa 8-yanvar kuni soat 9:00 ga aniqlaymiz hamda ularni detallarini yetkazib beramiz. O'zbekiston bo'ylab bo'lsa ham farqi yo'q. Unutmaymiz. Yangiliklar nomerlarini albatta Nice'da